Hozir siz bilan kim ko'p tuxum yig'adi o'yinini o'ynaymiz. Tuxumlarimizga harflar yozilgan. Siz bittasini tanlab, 3 ta so'z aytasiz. 3 ta so'zni aytsangiz, tuxumni qo'lga kiritgan bo'lasiz. Tushunarlimi bolajonlar? Xo'p, qani kim chiqadi? Barakalla. Yaxshi, tuxumni oling. Barakalla, juda ham yaxshi. 3 ta so'z aytdingiz. Xo'p, yana kim keladi? Olma, ot, oltin. Oltin, barakalla. Olamiz. Tezroq. Yipin. Dumaloq. Barakalla. Doira. Doira. Aferin.